Mana shaharning o'rtasida orolcha. Hozir O'shli Abjalil Qo'qonov degan bola ashula aytyapti. Ashlaqami? Xullas aytyapti. Mana manzara. Yo'lning katta trassasida haydab ketyapti. Mana hozir shaharning o'rtasida Torils Plan degan joyda joylashib turibmiz. O'ng qo'l tomonimizda maktab, gimnaziya, to'g'rimizda Elgiganten, Lindhagen degan joydagi Elgiganten degan joy. Magazin joylashgan. Bu yerda hozir qurilishlar o'tkazilyapti. Mana ko'rib turganingizdek. Mana shu yerda mana buzib va qayta qurilish ishlari bo'lyapti. Shahar ancha chiroyli. Ayniqsa mana shaharda Kolberi, ya'ni Santerix Plan, hamma o'zbeklar pul jo'natadigan joy. Hamma o'zbeklar peshona teri qilib, halol mehnat qilib, o'zbegim baraka topsin shu o'zbeklar. O'zini xotin bola chaqa oilasiga, oila a'zolariga, ota-onalariga jo'natayotgan joy. Pul jo'natiladigan joy mana shu atroflarda, mana shu poyezd yo'lining nari betida joylashgan. Mana ko'rib turibsizlar, mana poyezd yo'l. Pendeltog joylashgan bu yerda. Kolberi degan stasion. Ancha qurilish ishlari ketib, mana yo'llar to'g'rilanyapti. Stokgolmda hamma burchagida desak yanglishmagan bo'lamiz. Juda ko'p qurilishlar olib boriladi. Mana Arlanda tomonga qarab yo'l oldik sekin. Mana hozir ishdamiz, zerikib ketganimiz uchun bizni ma'zur tutasizlar. Zerikkanimiz uchun videoga olyapmiz. Ishda bo'lsak ham zerikyapmiz, yo'lda ketyapmiz. Shunaqa. Yana tunelga kirdik.